Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Muhammadov Behruz Havizovich, umumiy fizika kafedrasi o'qituvchisiman. Bugun sizlar bilan molekulyar fizika kursida navbatdagi amaliy mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizning mavzusi Van der Waals gazining kritik parametrlari, real gazlarning kengayishi hamda aralashishi haqida bo'ladi. Qisqacha nazariy formulalar bilan tanishib o'tamiz. Demak, Van der Waals izotermalari biz oldingi darslarimizda, ma'ruza qismlarida ham Van der Waals gaz, ya'ni real gazlar haqida gaplashgandik. Uning demak izotermalari, ideal gazlardan farqi haqida batafsil gaplashib, demak Van der Waals formulalarini keltirib chiqargandik. Hop, Van der Waals gazlari demak bu real gazlar. Real gazlar nimadan ideal gazlardan farqli ravishda demak past harorat hamda yuqori bosimlarda ideal gaz qonunlari o'rinli bo'lmasdi hamda bu yerda real gazlar uchun, ya'ni molekulalar orasidagi o'zaro ta'sir kuchlari hamda molekulalarning xususiy hajmlari inobatga olingan holatda biz demak yangi formulani ko'rgandik, ya'ni Van der Waals taklif etgan formula bo'yicha demak real gazlar qonuniyatlarini o'rgangandik. Van der Waals gazining demak izotermasi quyidagicha bo'ladi va rasmda qarab turibmizki, yuqorida mana pastda harorat, bosim demak tepaga borgan sari, masalan bosim va hajm ortgan sari qarasangiz bu yerda izotermalar berilgan. Mana shu izotermalarda bu real gazlar yoki Van der Waals izotermalari deyiladi. Bunda past haroratlarda izotermalarni demak past haroratlarda qarasa agar bizda bitta hajmga to'g'ri keluvchi 3 ta bosim mavjud, ya'ni bitta bosimga to'g'ri keluvchi 3 xil hajm mavjud. Bu nima degani? Aynan bir xil bosimda o'sha modda 3 xil holatda bo'ladi. Ya'ni gaz, demak suyuqlik va mana bu demak o'rta qismi noma'lum qism. Bu tajribadagi natijalarda kuzatilmaydi. Bu esa o'sha o'ta to'yingan bu holatida deyiladi. Xo'p, endi qarab turibmizki, mana bu demak nimalar bir xil bosimga to'g'ri keluvchi demak turli xil 3 xil hajmlar harorat ortgan sari bu orasidagi farq minimum va maksimumlar orasidagi farq kamayib boryapti va harorat ortgan sari bu farq kamayib oxiri mana bu nuqtaga kelgandan keyin deyarli yo'qolib qoladi. Mana shu nuqtaga biz kritik harorat derdik. Kritik harorat demak o'sha kritik harorat eng gazni siqish mumkin bo'lgan eng kichkina harorat hisoblanadi. Bundan yuqorida qarasa agar xuddi bu ideal gazlar izotermalariga o'xshaydi. Bu demak u qismda borgandan keyin ya'ni yuqori haroratda, kritik haroratdan yuqori haroratda bu gazlarni ideal gaz deb olishimiz mumkin. Hop, Van der Waals gazining izotermalari quyidagicha ifodalanadi. Ya'ni bu ham holat tenglamasi, ya'ni real gazlar uchun holat tenglamasi P plus nu kvadrat alfa taqsim demak V kvadrat V minus mu B teng nu R T ga teng edi. Mana shu yerda demak Van der Waals tenglamasida bosim hamda molekulalarning xususiy hajmiga nisbatan demak o'zgarishlar kiritilgan, ya'ni qo'shimchalar, tuzatmalar kiritib, demak alfa va mana bu alfa hamda beta A va B deb nima qilishimiz mumkin, aytishimiz mumkin. A va B'lar bu konstantalar. Bu turli xil gazlar uchun turlicha bo'lgan konstantalar hisoblanadi. Mana shuning evaziga ham har xil gazlar uchun har xil bo'lganligi sababli ham Van der Waals gazi ham universal o'sha tenglama emasligini ko'rsatadi. Yuqoridagi haroratlarda, ya'ni kritik haroratdan yuqori haroratda yoki katta hajmlarda kam zichlik gazlarning kinetik energiyasi potensial energiyasiga nisbatan sezilarli darajada katta bo'ladi. Ya'ni biz ideal gazlarni olayotganimizda ideal gazlarning o'sha ichki energiyasi bu kinetik energiyadan iborat deb olgandik. Sababi ideal gazlarni demak modellashtirayotganimizda aytib o'tgandikki, gaz molekullari orasidagi o'zaro ta'sir kuchlari yo'q va gaz molekullari orasida o'zaro ta'sir kuchlari bo'lmaganligidan demak ularning o'zaro ta'sir energiyasi inobatga olinmaydi. Potensial energiya inobatga olmasdik hamda faqat kinetik energiya mavjud degandik. Endi kritik haroratdan pastga tushgan sari bu ta'sir kuchlar ortib boradi hamda uning potensial energiyasi sezilarli kattalashadi.
demak bosim ortib hajm kamaygansa yo bosim ortib harorat pasaygan sari gazlarni demak reallik xususiyatlari oshib boradi va aksincha. Hop, demak kinetik energiyasi nu cv ko'paytirilgan t katta nu kvadrat a taqsim v ga teng edi. Ya'ni potensial energiyadan katta. Qachon bu kritik haroratdan yuqori hamda demak yoki siyraklashtirilgan gazlar uchun o'rinli bo'ladi. Lekin gazning bosimi ortib harorati pasaygan sari bu demak orasidagi farq kamayib boraveradi. Bunday sharoitda demak van der Waals gazni ideal gaz sifatida qarash mumkin agarki demak kinetik energiyamiz potensial energiyadan juda katta bo'lsa. Chunki van der Waals doimiysi a bilan demak hisobga olingan tortish kuchlari muhim rol o'ynaydi. Ushbu demak haroratda van der Waals gazining izotermalari ideal gaz izotermalariga o'xshash bo'ladi. Harorat pasayganda, ya'ni kritik haroratdan pastda bo'lganda van der Waals gazlari izotermalari ideal gaz izotermalardan sezilarli farq qiladi. Ya'ni pastda ko'rib chiqdikki, bu maksimum va minimumga ega bo'ladi hamda bosimning bitta qiymatiga 3 xil demak hajm to'g'ri keladi. Xo'p, ular real gazlar izotermalari bilan yaxshi mos keladi, lekin ikki fazali holatlar sohasida emas, bu sohalarda rasmda o'sha yuqorida ko'rgan demak egri chiziqlar bilan demak belgilanadi. Haqiqiy izotermalar demak T1 van der Waals izotermalardan farqli ravishda ushbu ikki fazali sohaning demak gorizontal bo'lak hosil qiladi. Ya'ni nuqtalari o'sha chiziq bilan ko'rsatilgan. Moddaning mu moli uchun kritik nuqtalardagi holat tenglamasini quyidagicha yozishimiz mumkin. Bu yerda P kritik demak bosimni o'sha kritik bosim V kritik teng 3/8 nu R T kritikka teng bo'ladi. Ya'ni bu kritik parametrlar orasidagi o'zaro munosabat hisoblanadi. Van der Waals konstantalarining kritik parametrlar bilan o'zaro bog'liqligini quyidagi tenglamalar orqali topishimiz mumkin. Masalan, V kritikimiz bu 3B ga teng, ya'ni B bu konstanta hisoblanadi. O'sha gazlar har bitta gazga xos bo'lgan konstanta. Kritik bosimimiz esa A taqsim 27 B kvadrat. Kritik temperaturamiz esa 8A taqsim 27 B R ga teng ekan. Hop, kritik koeffitsiyenti bor. Bu R ko'paytirilgan demak T kritik taqsim P V kritik hisoblanadi. Van der Waals demak tenglamasiga ko'ra kritik o'sha koeffitsiyent taqriban 2,67 ga teng bo'lyapti. Van der Waals doimiylari kritik parametrlar bilan ham bog'liq. Buni quyidagicha topishimiz mumkin. Masalan, A parametrlarimiz bu 3 P kritik V kritikning kvadrati bo'ladi yoki bu teng 9/8 R T kritik V kritikka teng bo'ladi. B konstantimiz esa V kritik taqsim 3 ga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdan ham topishimiz mumkin buni. Yuqoridagi demak ma'lumotlarga asosan mavzuga doir masalalar ko'ramiz. Birinchi masalamiz kritik holatdagi vodorod uchun van der Waals konstantalari A va B va individual gaz demak konstantasi R K ni hisoblashimiz kerak ekan. Bizga berilgan kritik haroratimiz bu vodorod uchun jadvaldan olamiz. 33,2 gradus Kelvinga teng. Kritik bosimimiz esa aynan o'sha vodorod uchun 1,3 darajasi 6 ga teng. Kritik hajmimiz ham berilgan. Ya'ni 6,55 darajasi -5 metr kub taqsim mol topishimiz kerak. A, B va hamda R larni doimiylarni topishimiz kerak ekan. Real gazlarning demak kritik parametrlari orasidagi bog'liqlik formulasini yuqorida ham ko'rib chiqdik. Demak, bu parametrlardan foydalanib biz B ni topishimiz mumkin. Ya'ni B konstantamiz V kritikki demak berilgan. Buni 3 ga nisbat olsak agar 2,22 darajasi -5 metr kub taqsim molni beradi. K ni ham xuddi shu tartibda topishimiz mumkin. Ya'ni alfani ikkinchi navbatda demak yuqorida B ni topdik. B ni topib demak bu ifodamizga olib kelib qo'ysak, bizga P kritikimiz bor. P kritik ko'paytirilgan 27 ko'paytirilgan B kvadrat, ya'ni B kvadratimiz o'rniga V kritik taqsim 3 qo'ysak ham bo'ladi. Yoki yuqorida topgan qiymatni olib kelib qo'ysak ham bo'ladi va natijada mos o'sha kattaliklarni olib kelib qo'yganimizda A doimimiz 0,0167 paskal ko'paytirilgan metr ning demak 6-darajasi taqsim mol kvadratni beradi.
Vodorod uchun individual gaz konstantasi demak RK 4-tenglamadan topamiz. Bu demak 8/3 qiymatida qo'yib topsak agar quyidagicha bo'ladi. Demak 8/3 P kat VK taqsim demak TK ga teng bo'ladi. Demak, yuqorida bizga kritik parametrlar bor. Kritik parametrlar qo'yish orqali biz demak R ni hisoblashimiz mumkin. Bu demak 6,84 joule taqsim Kelvin ko'paytirilgan molni beradi. Keyingi masalamiz kritik harorat berilgan. Bizga kritik harorati demak 467 Kelvinga yetganda trubka to'liq efir bilan to'lishi uchun havo o'tkazmaydigan trubka o'sha rasmga berilgan kabi demak hajmning qanday qismi 300 Kelvin haroratda suyuq holatdagi efir egallash mumkin degan yoki egallash kerak degan. Efirning molyar massasi bizga berilgan 74 darajasi -3 ekan. Uning kritik bosimi bor 35,6 darajasi 5 paskal hamda harorat bizga 300 gradus Kelvin haroratda efirning zichligi ham berilgan. 300 gradus demak Kelvinda efirning zichligi 710 kilogramm taqsim metr kubga teng ekan. Suyuqlik ustundagi efirning demak bug'ining o'sha suyuqlik ustundagi efir bug'ining massasi hisobga olinmasin degan, ya'ni faqat suyuq holatdagi qismini olamizda bug'ining massasini inobatga olmang degan ekan. Demak, berilgan kattaliklarni quyidagicha belgilaymiz. Hamma bizga kattaliklar demak bor. Demak, topishimiz kerak V taqsim V0 ni. Xo'p, efirning kritik holat tenglamasi yuqorida ham ko'rdik. Bu kritik parametrlar orasidagi bog'liqlikni bu demak quyidagi ifoda bilan topiladi. Bu yerda kritik hajm masala shartiga ko'ra trubka hajmiga teng ekan. Ya'ni trubkani mana bu yerda rasmda ko'rib turibmiz. V0 demak umumiy o'sha hajmi, V esa bu bizda berilgan o'sha efirning demak suyuq holatdagi zichlik nimasi hajmi berilgan. Ya'ni harorat bu yerda 300 gradus Kelvin ekan. Hamda efir o'sha molyar sonini topamiz. Ya'ni birinchi demak efirning mollar sonini yoki molyar massasini topamiz. Buning uchun demak yuqoridagi tenglamadan mu ni topsak 8 P kritik V0 taqsim 3 R T kritikka teng bo'ladi. Boshqa tomondan demak moddaning mollar soni nu ning massasi m ni va boshlang'ich harorat 300 gradus Kelvin egallagan V hajm orqali ifodalashimiz mumkin. Ya'ni nu barobar m taqsim mu bu teng ekan. M ni zichlik hamda hajm shaklida yozsak agar ko'paytmasi shaklida V ro ko'paytirilgan V taqsim mu ga teng ekan. Birinchi va ikkinchi tenglamalarni demak tenglashtirish orqali quyidagi ifodaga kelamiz. Ya'ni 1 va 2 ni tenglashtirsak agar bu holatda quyidagi tenglama keladi. V taqsim V0 demak shunday topishimiz mumkin va mos kattaliklarni olib kelib qo'ysak agar bu 0,25 ga teng ekan. Ya'ni 1 taqsim 4 ga. Shunday qilib efir kritik holatda butun o'sha trubka to'ldirishi uchun demak 300 gradus haroratda trubkaning faqat 4dan 1 qismi suyuq efir bilan to'ldirish kerak ekan. Ya'ni biz masala shartida yuqorida ham ko'rgandik. Bu yerda kritik haroratda 467 gradusga yetganda trubka to'lishi uchun demak 300 gradus haroratda qancha o'sha trubkada efir quyishimiz kerak ekan. Ya'ni 4dan 1 qismida 300 gradusda agar to'ldirsak agar va yuqoridagi haroratga yetganda trubka to'la bo'lar ekan. Keyingi masalamiz massasi 7 darajasi -3 kilogramm bo'lgan azot bo'shliq ichida 5 darajasi -3 hajmdan 0,05 metr kub hajmgacha kengaygan ekan. Rasmda ko'rsatib qo'yilgan bizda. Azotning kritik parametrlari ma'lum. Kritik demak hajmi 12 darajasi 5 ekan. Kritik harorati 126 gradus Kelvin ekan. Azotning kengayishi natijasida harorat qanday o'zgarishini aniqlang degan. Kengayish jarayonida tashqi muhit bilan demak issiqlik almashuvi sodir bo'lmaydi va gaz van der Waals tenglamasiga bo'ysunadi. Natijani demak ideal gaz haroratining o'zgarishi bilan solishtirish kerak ekan. Xo'p, mana rasmda berilgan demak trubkaning o'sha bir qismi to'ldirilgan va bu demak adiabatik tarzda bo'lgan, ya'ni qobiq ostida ekan.
tashqi muhit bilan demak issiqlik almashmaydi. Bizga demak kattaliklar berilgan. Demak delta quvimiz 0 ga teng. Sababi bu yerda issiqlik almashmaydi va bajargan ish 0 ga teng. Demak delta t ni topishimiz kerak. Xo'p, tashqi muhit bilan demak issiqlik almashinuv yo'q. Aytib o'tganimizdek quv teng 0 ga teng va kengayish bo'shliq ichida sodir bo'lganligi sababli A ham demak 0 ga teng bo'ladi. Ish termodinamikaning birinchi qonuniga ko'ra demak gazning ichki energiyasi saqlanadi. Ya'ni u hajm va harorat orqali ifodalansa agar bu U1 teng U2 ga teng bo'ladi. Van der Waals gazning ichki energiyasi uchun quyidagi tenglamani yozishimiz mumkin. Ya'ni U barobar nu CV T minus nu kvadrat A taqsim V ga teng ekan. Nu V demak azotning doimiy hajmdagi molyar issiqlik sig'imi. Birinchi tenglama quyidagi ko'rinishga keladi. Agar buni hisobga olsa agar nu CV ya'ni doimiy hajmdagi issiqlik sig'imini T1 ga ko'paytmasi minus nu kvadrat A taqsim V1 ga teng ekan. Yoki buni quyidagicha yozishimiz mumkin. Nu CV T2 minus nu kvadrat A taqsim V2 ga teng ekan. Delta T'miz bu T2 minus T1 ga teng ekan. Mos ravishda demak T1 va buni o'rniga qo'ysak yoki buni quyidagicha yozishimiz mumkin. Nu A taqsim CV 1 taqsim demak V2 minus 1 taqsim V1 ga teng ekan. Mana bu yerdan demak mos soddalashtirsak quyidagi shaklga keladi. Bizda V2 katta V1 dan hamda delta T'miz demak 0 dan kichkinaligi sababli gazimiz soviydi. Van der Waals gazning doimiysi A kritik parametrlarga bog'lanib, demak quyidagi ifoda orqali topishimiz mumkin. A barobar 9 taqsim 8 R T kritik V kritikka teng bo'ladi. Delta T'mizda esa yuqoridagi kattaliklarni olib kelib qo'ysa agar delta T ni topishimiz mumkin va bizda CV'miz ham bor. CV ya'ni doimiy hajmdagi issiqlik sig'imimiz bu 5 taqsim 2 R ga teng. Buni inobatga olib turib kattaliklarni olib kelib qo'ysa agar delta T'miz taxriban minus 0.3 kelvinga teng bo'lar ekan. To'rtinchi masalamiz Van der Waals gazning ichki 2 moli adiabatik qobiq ichida boshlang'ich T1 harorat ostida joylashgan. Gaz hajmining bo'shliqda V dan demak 2V gacha kengayishda entropiya o'zgarishini topish kerak ekan. Van der Waals doimiylari ya'ni A va B hamda molyar issiqlik sig'imi ma'lum deb turib hisoblang degan masala shartida. Bu jarayon uchun demak entropiya o'zgarishini topamiz. Xo'p, jarayonda gazning demak bo'shliqdagi adiabatik kengayishi va uning harorati ichki energiyaning o'sha saqlanish qonuni asosida aniqlaymiz. Ya'ni yuqorida ham bu tenglamani ko'rib chiqdik. Nu CV T1 minus nu kvadrat A taqsim V bu nu CV T2 minus nu kvadrat A taqsim 2V ga teng bo'ladi. Bu yerdan T2 ni topishimiz mumkin. T1 minus nu A taqsim 2V CV ga teng bo'ladi. Yoki bu T1 minus A taqsim V CV ga teng bo'lar ekan. Van der Waals gazning nu mol parametrlari uchun, ya'ni harorat hamda hajm orqali, ya'ni T1 V1 dan T2 V2 gacha o'tganda entropiya o'zgarishini aniqlaymiz. Termodinamika ta'rifiga ko'ra entropiya demak quyidagicha ifodalanadi, ya'ni D quvni haroratga nisbati, ya'ni issiqlik miqdorining o'zgarishi haroratga nisbati edi. Bu yerda demak bizda D quyimiz bu ichki energiya bilan plus bajarilgan ishga teng edi. Shuning uchun ham 1 taqsim T du plus P dv ga teng bo'ladi. Van der Waals gazning ichki energiyasi formulasini yuqorida ko'rib chiqqandik. Bu mu CVT minus nu kvadrat A taqsim V ga teng edi. Shuning uchun Van der Waals demak tenglamasidan foydalanishimiz mumkin. Shu asosda entropiyaning differensial o'zgarishini demak quyidagicha topamiz. Va mos ravishda ichki energiyani olib kelib demak o'rinda bu yerda qavs ichidagi kattaliklarni agar qo'ysa agar quyidagi shaklda bo'ladi va bu ifodani soddalashtirsa agar bu natijada nu CV dt taqsim T plus nu R dv taqsim V minus nu B ga teng bo'lar ekan. Bizda endi CV konstantaligi, ya'ni doimiy hajmdagi o'sha issiqlik sig'imimiz konstanta holatda integrallaymiz va entropiyani o'zgarishini topishimiz mumkin ikkinchi tenglama orqali. T2 birinchi formula temperaturani
T2 temperaturani T2 ikkinchi o'sha formulaga olib borib qo'yish natijasida quyidagiga ega bo'lamiz. Ya'ni delta S'imiz bu 2 CV ln T2 taqsim T1 plus 2 R ln 2V minus 2B V minus 2B ga teng bo'lar ekan. Bu ifodani quyidagicha ko'rinishda yozishimiz mumkin va buni demak natijada quyidagi demak formulaga ega bo'lamiz. 2 CV ln 1 minus A taqsim CV V T1 plus 2 R ln 2V minus B taqsim V minus 2B ga teng ekan. Mana bu demak jarayondagi entropiya o'zgarishi ifodasini topdik. 5-masalamiz, agar 1 mol karbonat angidrid kritik holatda joylashtirilgan bo'lsa, izobariy qizdirish natijasida uning hajmi 2 marta orttirilgan ekan. Agar gazning kritik harorati 304 Kelvin bo'lsa, haroratning o'zgarishini topishimiz kerak. Bizga demak kritik harorat berilgan, kritik bosim bor, hajmi esa demak 2 marta oshyapti. Delta T ni topishimiz kerak. Mos holatlar qonunidan foydalanamiz. Ya'ni bu yerda pi plus 3 taqsim 2 fi kvadrat ko'paytirilgan fi minus 1 taqsim 3 teng 8 taqsim 3 tau ga teng edi. Bizda bilamizki, bu P taqsim P kritikka, fi esa V taqsim V kritikka, tau esa T taqsim T kritikka mos kelyapti. Shartga ko'ra gazning bosimi o'sha kritik bosimga teng. Demak, mana bu yerda demak kritik bosimni qo'ysa agar P'imiz 1 ga teng bo'ladi. Shuning uchun ham molyar hajm 2 marta oshganda fi V taqsim V kritikimiz ham 2 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, tauni bu yerdan demak quyidagicha topishimiz mumkin. 1 taqsim 8 pi plus 3 taqsim 2 fi kvadrat 3 fi minus 1 ga teng bo'lar ekan. Yuqoridan kelib chiqib, demak tau haroratni quyidagi tenglama orqali topishimiz mumkin. Bu yerda esa tauimiz bu 55 taqsim 64 chiqadi hisoblasa agar va yuqoriga olib borib qo'ysa agar haroratimiz 322,5 gradus Kelvinni beradi. Haroratning o'zgarishi demak T minus T kritikimiz 28,5 gradus Kelvinga teng ekan. Demak javobimiz delta T 28,5 gradus Kelvin. Mavzuga muvofiq mustaqil ishlash uchun masalalar, demak buni mustaqil ravishda o'zlaringiz ishlaysizlar. Agar tushunmovchiliklar bo'lsa, bizni kontaktimiz orqali demak murojaat qilishlaringiz mumkin. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.